Assalomu alaykum, hurmatli Teplitsa olami agrolimon gruppamizning aziz ishtirokchilari, sitrus ekinlari ishqibozlari, barchalarga xayrli kun. Qadrdon azizlar, biz hozir bugun 3-oktyabr 2025-yil hafta kuni dushanba kunligida biz Farg'ona viloyati Beshariq tumanidamiz. Muhriddin do'stimiz limonariyasiga kelganmiz. Bu yil 3-yil kelishimiz, qadrdonlar. Bu limonariyaga ilgarigi yil kelganimizda bu limonlar hammasi pastki qismlarda hosil berardi. Pastki qismlarda hosil berardi. Ekilganiga 3 yil bo'lgan limon daraxtlari. Keyin faqat pastki qismida hosil berishidan bular jalba qilishgan. Faqat tagida hosil beryapti degandan keyin biz o'sha yili buni ko'tarish, yuqoriga ko'tarish amaliyotlarini qilib berdik, xudo xolasa. Keyingi yili, o'tgangi yil, ya'ni 2024-yilda bular yaproq to'kilayotganidan jalba qilishdi. Yaproq to'kilyapti, birdan hammasi kal bo'lib ketyapti dedi. O'tgan yili keyin yaproq to'kilishga buni yoshartirish amaliyotini qildik. Haqiqatda tagi juda ham ko'p to'kilib ketgan edi. Shuni amaliyotini bajardik. Unda ham ko'p kesdik, xullas. Ko'p kesib, Ayubxon degan yigit Qo'qonlik BJ Group kompaniyasini Biagutin hamda Gumatkali preparatlari ishlab chiqaruvchilari. Uni yetuk agronomlaridan biri Nozimaxonni taklif qildim bu yerga. Nozimaxon taklif qilib, shu maslahat so'raganimda ikkita kollektiv rahbarlari bilan kelgan. Bittasi bilmayman, shu ikkita rahbarlari bilan kelganda kelishib, bular shu o'zlarini shu BJ Groupda ikkala mahsulotini, ya'ni Biagutin hamda Gumatkalini bilan ishlashni tavsiya qilib ketishdi. Bitta video qilib tashlaganman shuni ham. O'shandan keyin bularga men kelib o'zlari sep berishni aytdim. O'zinglar kelib sep berib ketasizlar dedim. Shunda Nozimaxon ikkita shu xodimlari bilan birga kelib shuni yarmini, xullas, shu yarmi tomoniga sepib berishib, ulgurmay yarmi tarafiga dorilarni berib ketishgan. Bular sepgan, xullas, uydagilar. Sepgandan keyin harorat ko'tarilishni boshlagandan boshlab limonlar o'zgarishni boshlagan. Deyarli yaproqlari bir 70% to'kil bo'lgan uning ichida bahorgacha. To'kil bo'lgandan keyin bu limonlar vastanavleniya, ya'ni qayta tiklanish jarayonini o'zida anaqa bo'lgan. Bo'lgandan keyin bularni shu 1 yillik programma bilan, keyin yetarli dori-darmonlar bilan shu agrotexnikalarini aytib turdik, ishlashdi. Mana endi natijani ko'ringlar. Mana shu novdalar, mana. Shu novdalar mana ona novdalar, hosil novdalar, xullas. Keyin bu yerda bularga abresiya qilgandan keyin Muhriddin Rossiyada edi. Onalariga ham, Muhriddinga ham telefonda buni qayirib bog'lash amaliyotini gapirib aytib ketdim. Novdalarda dedim, mana ko'ryapsizlar. Shunaqa nejniy novdalarda, mana bu o'zi erkak suruq novda. Mana u ham mana shunaqa novdalarda qanday sizlarga aytsa bo'ladi. Bunaqa yo'g'on emas, do'stlar. Mana shunaqa yo'g'onlarini emas, mana bu ham 1 yillik erkak suruq novda mana. Qarang, hatto tagi 25 mm diametr bo'lib ketgan. Balandligi juda ham katta bo'lib ketgan, mana. Tepaga tegadigan darajada 3 metr bo'lib ketgan. Bunaqa novdalarda, xullas, olib tashlab, buning ichidan shunaqa novdalarni qayirib bog'lashni men tavsiya berganman. Hozir ham shu mana ko'ryapsizlar, e'tibor qilsanglar, shu novdalar qanaqa ona novda chiqargan. Hosil novdalar chiqargan. O, naryoqlar ham turibdi.
hosil novdalar chiqargan. Hozir yana yaqinroqdan ham ko'rsataman sizlarga. Shu novdalar mana. Qayerda bog'lash amaliyotida qanaqa bo'ladi? Men avvalgi yillari 2018 mana Ilhomjon hojida mana bularga men hozir topshiriq qilganman-da, shunaqa grubiy yo'g'onlarini mana yo'g'onlarni qirqib, chiqib tashlaylar dedimda. Ichida nejniylari bo'ladi mana. Shunaqa nejniy novdalarni qayiradi. Bu ham kosa bo'ladi. Mana uni o'rasi mana. Mana ko'ringlar, shu yerda shunaqa nejniy novdalar bor mana. Mana qolayotganlar. Shularni qayirib bog'lash kerak. Avvallari men 2018-yildan 2021-yilgacha shu koronavirus davrigacha odamlarga kesish kerak deyordim. Sababi qancha limonni kesib shu novda surdirib olish kerak edi. Novdalar surib olgandan keyin novdalarni tanlab shunaqa qilib qayirib bog'lanadi keyin. Novda surib olmasa, novda yo'q bo'lsa ichida bu qayirib bog'lash amaliyotini qilib bo'lmaydi. Do'stlar, duch kelgan novdani qayirib bog'lab bo'lmaydi. Bu yerda endi kompleks ishlov berilganligi uchun o'sha podходящий, ya'ni biogluten bilan gumatkaliyni berish agrotexnika chora-tadbirlarga shuni qo'shganmizki, shuni berish bilan bu bitta u ham sabab. Keyin buni kesib, bog'lab, sifatli abreskani amalga oshirilganligi bu yana bitta amaliyot. Shuning uchun men BJ Group kompaniya rahbari Ayubxon do'stimga hamda buni xodimlari, agronomlari hammalariga o'zimni tashakkurimni bildiraman. Shu limonchilikda menga juda ham katta, nafaqat menga, shu dehqonlarimizga mana qayirib bog'lash mana. Nafaqat menga, butun shu limonchilarga bular yaratayotgan, ishlab chiqarayotgan biogluten hamda gumatkali preparatlarini limonga tushganligi, sitrus ekinlariga juda tushganligi meni xursand qildi. Shuning uchun bu men videorolikda shu olayotgan darsimni imennoy shu Ayubxonni firmasi ishchilari bilan hammalariga minnatdorchilik nimasida olyapman. Mana qayirib bog'lash amaliyotidagi chiqargan novda chiqargan hosil novdalar mana. Mana o'rta so'novda bo'g'in chiqargan mana bo'g'inlari o'rta so'novda. Mana yana bo'g'inlari. Juda ham go'zal. Xullas, men liderlarim bilan yana abreskani 28-oktyabrdan boshlaganmiz. Inshaalloh 10-gacha vodiy viloyatlarida bo'ladi. Undan keyin 10-noyabrdan 15-noyabrgacha bir yillik programmalar tarqatish jarayonlarini bajarib olsam, 16-noyabrdan voha viloyatlariga, Toshkentdan u yog'iga liderlarim bilan abreska ishlariga chiqib ketamiz. Qadrdonlar, barcha e'tiborli do'stlarimizga tashakkurimni bildirib qolaman. Bu limonchilik muhtaram yurtboshimizni shu o'zbek xalqini daromad topib, uyda o'tirib daromad topib, hamda kambag'alchilikni yo'qotish siyosati, qisqartirish siyosati bu juda ham odilona, go'zal. Bunda rahbarimizga ham, prezidentimizga minnatdorchilik bildirib, qadrdonlar, hammanglarni dehqonchiliginglarga baraka tilab qolaman. Qadrdon azizlar, hammanglarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.